operatsiyani qilmasa o'lsa yoki bu video oshqozonni kestirib ozaman deganlar uchun operatsiyani qildirayotganlar bu o'zbek xalqimiz 90% mi barchasi musulmon hisoblanadi, lekin birortalari bu diniy tomonlama bir ulamodan yoki boshqadan maslahat olishmabdi. Operatsiya o'zi shar'iy tomondan olib qaraganda qanaqa ruxsat bo'ladi? Shu operatsiyani qilmasa o'lsa yoki bu operatsiyadan boshqa yo'l yo'q bo'lsa keyin ruxsat bo'ladi. Bu to'g'ridan to'g'ri oson yo'lini tanlash shariat bo'yicha noto'g'ri hisoblanadi. Chunki ba'zi zalga kelib, dieta qilib, to'g'ri yo'l bilan ozish turganda bizga tig' tegizish nojoiz hisoblanadi. Buni bir o'zingizning yaqin atrofdagi ulamolaringizdan ham so'rab olsangiz bo'ladi. Va ko'plab oshqozonni kestirganlar bilan suhbatlashsam, ular ham baribir oshqozonni kestirgandan keyin parhez qilib, aytiga ozgina narsa yetgan ekanki, yegan narsasida maza nimaligini, hayotni gashtini so'rayotgan. Undan ko'ra zalga kelib, yaxshi trenerga uchrab, dieta qilib, mashg'ulotlarni olib borib, sekin astalik bilan sog'lom ozsani ham bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilaman oshqozoningni kestirmaslikni.